viloyatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, tadbirkorlik faoliyatiga qaratilgan har qanday to'siqlarga murosasiz bo'lish, investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar jadal olib borilmoqda. Bu borada tadbirkorlarni huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, biznesni yuritishda ular bilan birgalikda mavjud muammolarni hal qilish yuzasidan davlat organlari mas'uliyati oshirilib, ular uchun qator yengilliklar, qulayliklarni o'z ichiga olgan ko'plab me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. So'nggi yillarda sohaga doir ko'plab qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Ularga asosan ruxsatnomalarni rasmiylashtirish tartiblari soddalashtirilib, muddatlari qisqartirildi. Ortiqcha tekshirishlar, naqd pul, valyuta va xomashyo bo'yicha ko'plab cheklovlarga barham berildi. Yurtimizda tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoitlar, berilayotgan imkoniyatlar tufayli yangi subyektlar keskin ko'payib, avvaldan ishlayotganlari o'z faoliyatini yanada kengaytirdi. Xususan, viloyatimiz markazidan 250 km olisda joylashgan Zarafshon shahrida ham kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari soni yildan yilga ortib, bu orqali ko'plab yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Bir paytlar faqatgina sanoat rivojlangan ushbu shaharda xususiy sektorning hudud iqtisodiyotidagi ulushi karrasiga ortdi. Tadbirkorlarning muammoli savollariga, ularning masalalariga tegishlicha yechimlar qilib berildi. Bu yerda tadbirkorlar tomonidan qo'shilgan qiymat solig'ini ortiqcha to'lovini qaytarish, kadastr xizmatlari bilan muammolarni, ya'ni soliq dasturi bilan kadastr dasturini integratsiyalash bo'yicha, yer, mol-mulk soliqlarining tadbirkorlarga hisoblanishi bo'yicha savollar kelib tushdi. Bu yerda ko'pgina savollar, muammolar joyida bartaraf etilishi ta'minlandi. Bundan tashqari, yechimiga vaqt talab qiladigan masalalarga soliq qo'mitasiga murojaatlarga yozib olindi va bundan tashqari qolgan masalalar ham nazoratga olindi. Bugungi kunda soliq xizmati xodimlari soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili ostida ish olib bormoqda. Ayni vaqtda hududda tadbirkorlik subyektlarining mavjud muammolarini o'rganish va hal etishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Navoiy viloyati soliq boshqarmasi tashabbusi bilan tashkil etilgan navbatdagi ochiq muloqotda kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlar faoliyatida yuzaga kelayotgan muammolarni joyida o'rganib, amaliy yechim topish bo'yicha amaliy choralar ko'rildi. Mazkur muloqotda Zarafshon shahri, Uchquduq va Tomdi tumanida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ishtirok etib, o'zlarini qiziqtirgan masalalar yuzasidan murojaat qildilar. Navoiy viloyat soliq boshqarmasi boshlig'ining tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti bo'lib o'tdi. Ushbu muloqotda shahrimizdagi bir qancha tadbirkorlar ishtirok etdi va o'zlarini har xil sohadagi muammolari bilan murojaat qilishdi. Ushbu muammolar shu joyida hal bo'ldi. Shu qatori bizni ham bir qancha muammolarimiz bilan murojaat qildik. Joyida ushbu muammolar bartaraf etildi. Shu munosabat bilan soliq boshqarmasi boshlig'i va shahrimiz soliq inspeksiyasi boshliqlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ushbu muloqotlar shahrimizda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish uchun o'z natijasini beradi degan umiddamiz. Murojaatlarda asosan soliq imtiyozlaridan foydalanish tartibi, soliq hisobotlarini taqdim etishdagi muammolar, qurilishi yakunlanmagan obyektlarga soliq hisoblash hamda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha salbiy farq summasining qaytarilishi kabi dolzarb masalalar ko'tarildi. Ularning ijrosi soliq boshqarmasi tomonidan qat'iy nazoratga olindi. G'azg'on viloyatdagi eng kenja shahar, biroq uning dovrug'i butun dunyoga ma'lum va mashhur. Bu yerdan sifati Italiyanikidan aslo qolishmaydigan G'azg'on marmarlari qazib olinadi. Prezidentimiz tashabbusi bilan faoliyati yo'lga qo'yilgan Marmarobod klasteri bugungi kunda marmar toshlarini qazib olib, barcha qayta ishlovchilarga zarur xomashyoni yetkazib bermoqda. Soliq idorasi xodimlari ushbu korxonada bo'lib, tadbirkorning muammolarini o'rgandi. Shuningdek, pardozbob tosh mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalarda ham bo'lib, ish jarayonlari bilan tanishish barobarida tadbirkorlarning murojaati yechimi yuzasidan mutasaddilar bilan hamkorlikda aniq choralar belgilandi. Shundan so'ng shahar hokimligi binosida hudud tadbirkorlari bilan muloqot o'tkazildi. Uchrashuvda ishbilarmonlarning noto'g'ri kirim qilingan nazorat kassa texnikasi chekini tahrirlash, tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish uchun kredit ajratishda amaliy yordam ko'rsatish, hisobotlarni taqdim etish muddatining buzilganligi sababli qo'llanilgan ma'muriy jarimani qayta ko'rib chiqish, qo'shimcha qiymat solig'i to'lovidan hosil bo'lgan ortiqcha summani qaytarishda amaliy yordam ko'rsatish kabi murojaatlar o'rganildi. Mazkur muloqot tadbirkorlik subyektlarining muammolarini bevosita eshitish va tizimli yechimlar topishga xizmat qilgani bilan ahamiyatli bo'ldi.
Qiziltepa viloyatida tadbirkor va ishbilarmonlar makoni sifatida e'tirof etiladi. Chindan ham mazkur hududda tadbirkorlik bo'yicha o'ziga xos maktab shakllangan. Aytaylik, bir necha yil ilgari o'z faoliyatini boshlagan mana bu korxonadan yiliga 4,5 million dona sanoat qo'lqoplari ishlab chiqarilmoqda. Majmua oxirgi rusumdagi asbob-uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, barcha jarayonlar avtomatlashtirilgan. Ayni paytda bu yerda 70 nafar mahalliy yoshlar ishga joylashgan bo'lsa, zavod to'liq quvvatda ish boshlagandan keyin 800 nafar kishining bandligi ta'minlanadi. Viloyat soliq boshqarmasi mas'ullari ushbu korxonada bo'lib jarayonlar bilan tanisharkan, tadbirkorning soliq sohasiga oid muammolari va kelgusi rejalari bilan tanishdi. Shu kuni tumandagi kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuv ham tashkil etildi. Unda yuridik shaxslarning yer toifalarini o'zgartirish va imtiyoz qo'llash, qo'shilgan qiymat solig'idan hosil bo'lgan ortiqcha to'lovni qaytarish, kadastr organlari bazasidagi kamchiliklar tufayli yuqori hisoblangan yer solig'ini qayta ko'rib chiqish, e-auksion platformasi orqali ko'chma savdo obyektlarini olish, soliq turlaridan hosil bo'lgan ortiqcha to'lovlarni boshqa soliq turiga singdirish kabi ko'plab masalalar o'rganildi. Qiziltepa tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasida hisobchi bo'lib ishlayman. Mana 2024-yilda yer soliq hisobotimizda topshirganimizda hammasi to'g'ri bo'lgani, faqat 2025-yilda yil boshidan 3,8 gektar yerimiz noqonuniy o'zlashtirilgan yer hisobida ro'yxatdan o'tib qolgan. Shu uchun 3 barobar soliq ziyod chiqib kelayotganda, hisobot ham topshira olmayotgandik. O'sha muammoni kelib mana bugungi yig'ilishda aytganimizda viloyat soliq boshqarmasining boshlig'i muammomizni eshitib, mana bugunning o'zida hal qilib beramiz deb va'da berdilar. Shu kuni soliq boshqarmasi tegishli bo'lim boshliqlari ishtirokida har bir murojaat qonuniy o'rganilib, ayrim masalalar uchrashuvning o'zida tezkor yechim topdi. Ba'zi muammolar bo'yicha aniq muddatlar belgilandi. Darvoqe, bu kabi ochiq muloqot va tadbirkorlar huzuriga borib, ular faoliyatining o'rganilishi kichik va o'rta biznes vakillarining muammolariga bevosita yechim topish, davlat va biznes o'rtasidagi ishonchli hamkorlikni yanada mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.